Also, I went with my sister, and it was so great, you know. Yeah. Oh, okay. If you want, we will. O'zi yaqinda Dubaydan keldi, ya'ni Dubayga ketyapti. Ingliz tilini bilaman, ingliz tili ustozman, lekin maktabda quru oyliga o'tiribman-da. Rostini aytsam, dars o'tgan kirishga qo'rqaman. Sababi o'quvchilar juda kuchli bo'lib ketyapti. Mana shuni metodikalaridan o'rganib olishim kerak. Mani mensirimikina, o'qituvchiga dars o'tsam mensimayman, bilimsiz deb o'ylamasmikina. Tugatib olsin, gaplashamiz. So, see you later again. Bye. Opa, bizni ham sayohatga olib keting, iltimos. Bo'ldi, siz ham ustozsiz-ku. Ingliz tilida gapirishni bilasiz. Ketdik, davay, olib ketaman. Ingliz tilini bilaman, ustozman, lekin gapirishni bilmayman-da. Sizga bu holat tanishmi? Men Adiba Sanbayevna, 15 yillik ish tajribasiga ega pedagog, IELTS balim 8, shu vaqtgacha onlaynda 400 dan ortiq o'quvchilarni, 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarni bir oyda ingliz tilida erkin va ravon gapirib ketishiga sababchi bo'lganman. 10, 11, 12 iyun kunlari qo'rquvdan ingliz tilida erkin gaplashishgacha nomli bepul 3 kunlik master klassga taklif etaman. Bu master klassda ishtirok etish uchun hoziroq quyidagi link orqali ro'yxatdan o'tib, tezda Telegram kanalimga ulanib oling.